tishlarning emal qavatida me'yoridan ortiq yig'ilib qolgan futur mahsulotlari hisoblanib, tishlarni rangidan shikoyat qilishganda, ya'ni dog'laridan, jigarrang ko'rinishi, biroz oqarib ko'rinishi, bo'rsimon holatda ekanligidan shikoyat qilishganda, shu sababdan ko'pchilik insonlar buni tishimni o'zini rangi shunaqa, tabiatdan shunaqa deb o'ylashadi. Va tish emalining usti go'yoki urush bo'layotgan sohada bombardimon qilingan muhitda bo'lib qoladi. Ya'ni assalomu alaykum hurmatli bizni kuzatuvchilar. Bugun men sizlarga aksar odam noto'g'ri tushunadigan, ya'ni bu tishlarning shunchaki o'zini rangi, tishimni rangi shunaqa deb o'ylaydigan, ammo bu kasallik bo'lgan bir kasallik haqida aytib bermoqchiman. Ya'ni bu flyoroz kasalligi. Ko'pchilik insonlar tishlaridagi oq chiziq, jigarrang sifat dog'larni tishlarimni tabiiy rangi shunaqa deb o'ylashadi. Aslida esa bu tishlarning emal qavatida me'yoridan ortiq yig'ilib qolgan futur mahsulotlari hisoblanib, bu kasallik tibbiyotda flyoroz deb ataladi. Bu kasallik hali doimiy tishlar chiqishni endi boshlayotganda, suyak ichida tishning shakllari shakllanayotganda, ya'ni do'mboqlari, emal, dentin kabi qavatlari shakllanayotgan bir vaqtda organizmga tashqi muhitdan tushayotgan ko'proq ftorning, ya'ni me'yoridan ortiq ftorning organizmga kirishi bilan bog'liq hisoblanadi va bu hali doimiy tishlar, yorib chiqmagan tishlar yuzasida sekin astalik bilan to'planib qoladi. Buning natijasida flyoroz kasalligi kelib chiqadi. Bu tishlarning notabiiy rangi hisoblanadi. Ko'pchilik bemorlar bizni oldimizga murojaat qilganda tishlarni rangidan shikoyat qilishganda, ya'ni dog'laridan, jigarrang ko'rinishi, biroz oqarib ko'rinishi, bo'rsimon holatda ekanligidan shikoyat qilishganda, biz mana shu flyoroz kasalligini tushuntirish uchun uni 3 ta darajaga bo'lamiz. Birinchi darajasi yengil daraja hisoblanadi. Bunda bir nechta qator tishlarda ipsimon ko'rinishdagi oq dog'lar bo'ladi. Mana bu dog'lar deyarli bilinar-bilinmas bo'ladi. Shu sababdan ko'pchilik insonlar buni tishimni o'zini rangi shunaqa, tabiatdan shunaqa deb o'ylashadi. Ikkinchi kasallikning darajasi o'rta daraja hisoblanadi. Bu darajada aynan mana shu oq dog'larni davomida jigarrang ranglar sekin astalik bilan shakllanib qoladi. Ya'niki tasavvur qiling, bir oppoq doka matoga yog' tomizsa u jigarrang shakl singib ichiga kirib ketgan kabi tishning usti ham singib kirib qolgan jigarrang sifat dog'larga ega bo'ladi va bu dog'lar bir necha tishlarda bo'ladi. Ya'ni bitta tishda emas, bir nechta tishlar bo'ladi. Va uchinchisi og'ir flyoroz darajasi. Bu darajada jigarrang biroz to'qlashgan, hatto qoramtir qora rangli dog'lar ham paydo bo'ladi. Tish emallari g'adir-budur shaklda va tishning tashqi emal qavati bombardimon qilingan holatda. Ya'niki bu tish emalining shakli o'zgaradi, tishning shakli biroz o'zgargan bo'ladi va tish emalining usti go'yoki urush bo'layotgan sohada bombardimon qilingan muhitda bo'lib qoladi. Ya'niki go'yoki futur elementlari bilan bombardimon qilingan va bir necha joylarda ommatan ko'p tishlarda dog'lar paydo bo'ladi. Bu kasallikning kelib chiqishni bir necha sabablari bor. Aksar sababi noto'g'ri tishni gigiyenik tozalash bilan va o'sha yashab turgan muhitida, o'sha yashab turgan jamiyatida suv yoki yeyiladigan narsalar tarkibida ftor elementining yuqori bo'lishi hisoblanadi. Bu kasallikni davolash mumkin. Davolashni ham bir necha uslublari bor. Ya'ni yengil darajada yengil abraziya, tishlar ustini silliqlash orqali va maxsus tish ustiga surtiladigan laklar orqali tishni flyerozini yo'qotsa bo'ladi. O'rta darajadagi flyerozlarda rangni yopish uchun biz kompozit plombalardan, ya'ni kompozit vinirlardan foydalanishimiz mumkin. Og'ir darajadagi flyoroz kasalligini davolash uchun biz vinirlar, luminirlar tishlarni ustiga qo'yishimiz, ya'ni tashqi tarafdan yopishtirib, tishlar ustini normal holatga olib kelib qo'yishimiz mumkin va bu
muammoni shu yo'llar bilan hal qilinadi. Odatda menga murojaat qilib tishlarni shaklidan shikoyat qiladigan bemorlar uchun alohida har biriga individual yondashib, aynan qaysi darajada flyuoroz kasalligi bilan og'riganligini aniqlab, shunga qarab mos tarzda davo rejasi tuziladi va mana shu davo rejasi bilan flyuoroz kasalligini, ya'ni kosmetik nuqsonni bartaraf etamiz. Ya'niki shifokor o'zi davolayotgan tishlarni hozirgi holatdan keyingi holatga o'tkazguncha u o'z ongida shu tishlar holatini tasavvur eta olishligi kerak. Agar tishlaringizda shunday dog'larni sezsangiz, xavotirga o'rin yo'q. Bemalol Telegram orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin, qabulga yozilishingiz va tishlaringizdagi shu muammolarni hal qilishingiz mumkin. Video manfaatli bo'lishligi uchun qolganlarga ham videomizni uzatib qo'ying, kommentariyalar yozsangiz bo'ladi va like tugmasini bosishni unutmang, chunki siz qanchalik bizning videomizga reaksiya bildirsangiz, ijtimoiy tarmoqlar bizni shunchalik keng ommaga targ'ib qiladi va ko'rsatadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.